sodiq qo'ylar ko'rgazmasi boshlanyapti. Jami 10 ta namunasi edi. Birinchisini mana Asrar akamiz boshlab beradi. Hamma baholash tizimi shu yerda ketma-ketlik bilan nizom ishlab chiqilgan, tayyor mutaxassislar tomonidan ko'rilib chiqildi. Hamma rozi. Hozir sahnaga shu yerda navbati bilan birinchi qo'zi-qo'shqorlardan boshlab olib kelinadi. Yunusjon akamizni qo'rasida 3 bosh qo'zi-qo'shqor chiqib keladi. 71 kilogramm. 64 kilogramm. 69 kilogramm. 81 yarim balandlik. 81. Qaysi dumg'aza balandligi? 84 yarim baland. Ko'krak qafas aylanasi 98, dumg'aza balandligi 84. 76 kilogramm. Surxondaryo viloyati. O'zi tish. Misrov Dilshod 74 kilogramm. Bo'yi 81. Ko'krak aylanasi 84, dumg'aza balandligi 82, bo'y balandligi 81, dumg'aza balandligi 101, ko'krak aylanasi. Norqulov Olim aka, Denoq Soriq qo'ylar fermer xo'jaligi 57 kilogramm. 67, 89, ko'krak aylanasi. Dumg'aza balandligi 73, 78 cm. Ko'krak qafas aylanasi 95, 79, dumg'aza balandligi 57 kilogramm. 73, bo'y balandligi. Ko'krak qafas 89, dumg'aza balandligi 75, 66 kilogramm. 81 cm. Ko'krak qafas aylana 95 cm. Dumg'aza balandligi 80 cm. 66 kilogramm. Asror Qurbonov qo'rasidagi 3-qo'chqor 81 cm. Dumg'aza balandligi 81 cm. Ko'krak aylana 93. 65 kilogramm. Bo'y balandligi 77. Dumg'aza balandligi 78. 91. Ko'krak qafas aylanasi. Qudratov Rashtaka Samarqand 59 kilogramm. 5 cm bo'y balandligi, dumg'aza balandligi 80 cm. Ko'krak qafas aylanasi 96.